Uchqunaga, Yunusobod 2-kvartal, JK Xonsaroy apartamentida chiroyli uy chiqqan. Bir xona, 2 xona qilingan Euro remont mebel texnikalari bilan. O'zini bolalar maydonchasi ham bor. O'zini 24/7 qo'riqlash xizmati ham bor. Apartamentda o'zini tegida mana baraka marketi bor, bemalol mashina qo'yadigan joylari ham bor. Xavfsizlik domofoni ham bor. Mana bet kirishimiz, ranglar, eshiklar hammasi chiroyli did bilan qilingan. Xo'p, hammom tualetlari alohida qilingan, mana stiralkalargacha tayyor bor. Xo'sh, bu yog'imizda o'zini mana hojatxonasi. Endi mana bu yog'imiz oshxona. Oshxonani ko'ryapsizlar, ranglarini ham hamma narsasi bor. Xo'p, bu yog'imizda balkonimiz ham bor, mana balkonlar quyoshga qaragan, bemalol mana chiqib o'tiradigan, mana quyoshlar chiqyapti. Общий umumiy maydoni 36 kvadrat, balkonni qo'shganda yana bir 6-7 kvadrat qo'shiladi. Xo'sh, betimiz mana zal 2 ga bo'lib yuborishgan, o'tirib ko'rib dam oladigan, televizor ko'radigan xonamiz. Bu yoqda mana spalniy xona qilingan. Shkaf, shifonerlarni shunaqa joylashtirishgan. Betdan shunda balkonga ham chiqib ketsa bo'ladi. Xullas, bu joyimiz Euro remont, mebel, texnika, mana kavlarlargacha qilib qo'yishgan. Narxi 60.500. Xohlasanglar, investitsiya qilib pul keltiraman desanglar, mana $600 bemalol arendaga qo'ysa ham bo'ladi. Yosh oilalar bemalol yashasa ham bo'ladi. Pastki nomerga aloqaga chiqaveringlar.